E'tibor markaziylarni Toshkent shahrini Shayxontohur tumani Huvaydo mahallasiga qaratamiz. Qadrdonlar, bugun sizlar bilan birgalikda 6 sotixli yer maydoniga ega bo'lgan Burchedagi uyni ko'rib chiqamiz. Men bunaqa uy sharoitlarini to'g'risi hali ko'rmagan edim. Menimcha sizlar ko'rsanglar ham hayron qolasizlar. Uyimizning asosiy bu oldi tarafi bo'ladi. Bu yoqdan avtomatik ochilib yopiluvchi darvoza juda chiroyli sharoitlar qilib qo'yilgan ekan. Bog' desak menimcha noto'g'ri bo'lmaydi. Hozir nimaga bunaqa deyotganimni uy ichiga kirganda o'zingizlar ko'rasizlar. Endi mana bu yoq tarafdan kirib kelish ko'chani ko'rdinglar, kengligiga e'tibor berasizlar. O'zi Huvaydo mahallasini bilganlar biladi. Endi bu uyimizning yon tarafi tupik mahalla ekan, yon atroflarda uylar tupik bo'lgani bilan mana bu yoq ko'cha ham juda keng ekan. Uy ichiga kirib sharoitlarini ko'ramiz. Video davomida men narxini ham aytaman. Bu videoni Shayxontohur Huvaydo mahallasidan uy qidirayotganlarga hozir yuborib qo'yinglar, foydali bo'ladi. Ketdik. Mana hovlimizdagi sharoitlarni qaranglar, bedanalarning sayrashini qaranglar. Va lekin dodda qilib qo'yishibdi bor. Hovliga kirishim bilan qanaqadir salqinlik kutib oldi-yu mana. Banan daraxtlarni qaranglar. 3 ta oila ham bemalol yashasa bo'lar ekan-da. Mana bu tarafdan mana kirish darvozaxonani ko'rsatinglar. Katta darvozaxonamiz yon tarafdagi imorat shu bir 5-10 yil oldin qurilgan deyaptilar. 2 ta xona, mehmonxona bilan yotoqxona. Buni yonida mana bunaqa naves cho'zilganda. Bu nariyoq taraflarimizda yozgi oshxonalar. Va lekin bedanalarning sayrashini qaranglar. Mana bu tapchan qo'yilgan. Bu yoq yon tarafda G-obrazli bino, bu yoqda ham zal spalni sanuzullari bilan ekan. Mana bunaqa basseynlari bor. Asosiy oldi tarafdagi bino shu bir 30 yillar oldin qurilgan, lekin akkuratni hozir uy egalari ham yashashyapti. Bu yoqda ham shu 3-4 ta xonasi, plus yana oshxonalari bor ekan. Kimdir endi bu sharoitdan foydalanadi, kimdir bu joyi buzib tashab, hozirgi kunga moslab turib bitta zo'r uchastka qurishi mumkin. Va uy quruvchi akalarimiz uchun ham bu joy eng ideali hisoblanadi. Sababi ko'rdinglar, burchi, bu yoq taraf fasadimizda adashmasam shu 20 metr bo'lsa, uzunasi 30 metr ketgan. Endi kelib yana o'zingizlar o'lchaverasizlar. Men 1-2 metrda adashishim mumkin. Endi narxini hech pul ekan deyotgan bo'lsanglar, uy egalari $400,000 so'rashyapti. Albatta kelishiladigan joylari bo'ladi. Har doim joy egalarini nomerini video ostida qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar.